bugun realna arzon puliga yana bitta Kia Carnival sotuvga keldi. 16.900 ga bemalol olib mazza qilib yurishinglar mumkin. 2017-yil probeg 126.000 kilometr, 202 litrli dizelli dvigatel, rasxod bilasizlar 7 dan 11-12 litrgacha. Faqat bitta joyida sepilganini topdi. Mana shu qanotida pitno, 4 ta yangi balon taqilgan. Endi sizlar bilan har doimdek salonida ko'rib chiqamiz. Passajir qatoridan boshlab sostoyaniya ustida nakidka ko'rishingiz mumkin. Bu 8 o'rinlik texpasport ham bemalol B kategoriyada yurishingiz mumkin. Отдельно klimat kontroli orqasiga mavjud va обязательно oldi qatorini ham ko'rib chiqamiz. Mana bu bazaviy pozitsiyadan sal kuchliroq. Shopir sideniya, podogrev obduv, podogrev ruля, abiyo tomon faqat podogrev sideniyalari bor. Avtomat korobka tiptroniklari bilan общий трехзонный klimat kontrol, shtatniy magnitofon monitorlari bilan optitronniy tablo va orqa kameramiz mavjud. Afsuski, bir xillarga kerak bo'ladigan tomimizda luk yo'q. Bunaqa krassavchik, zo'r sostoyaniyada qarab yurilgan avtomobil Kia Carnival dizelning oila uchun eng zo'r variant narxiga keladigan bo'lsa, boya aytganimdek 16.900 ga bosib yurishingiz mumkin.